Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Kamol Qodirov. Uzoq o'ylab, oxiri shaxsiy blog yuritishga qaror qildim. Shaxsiy blog o'zi qanaqa yuritishi ko'p o'yladim, to'g'risini aytsam. Где-то 2 oy o'yladim o'zi ham. Keyin shaxsiy blogni oddiy holda yuritmoqchi bo'ldim. Hech qanaqa tekst yo'q. Ko'plar nima qiladi? Marketing komanda bo'ladi, ssenariylar, boshqa rakurs yo'q. Bu yerda faqat oddiylik, bu yerda yuritiladigan narsalar boshqalarga o'xshab qanaqa boyib ketish kerak yoki qanaqadir yechimlar yo'q. Bu yerda oddiy holat, ya'ni tadbirkor qanaqa hayot kechirmalari bo'ladi biznesida, hamda qanaqa yechim qilyapti, hamda qanaqa yechim qilingan va qay tartibda qoldirilgan kerak bo'lsa ayrim vaziyatlar shu haqida gaplashib, nima desam bo'lar ekan, vaqtimizni o'ylaymanki mazmunli o'tkazamiz. Xo'p, hozirgi vaziyat qanaqa? Hozirgi vaziyat chiroq yo'q. Komanda soat 2 da kelar ekan, 14:00 da. Bugun adashmasam dushanba, 16-mart sanasi. Men 12:30 da mana yozyapman. Xullas, bugun ikkita narsa haqida gaplashamiz. Ja trend bo'lib ketayotgan narsa startup hamda LTV degan tushuncha qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha ma'lumotlar berib, sizlar bilan baham ko'rib ulashaman. Xo'p, startup nima o'zi, qayerdan paydo bo'lib qolgan desalaringiz, hozir vahima qilib tashlayapti. Hamma startupsiz kelajak yo'q. Kelajak har doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi, xudo xolisa. Xo'p, startup aslida oldin ham bo'lgan. Bundan 1 asr bo'ladimi, 2 asr bo'ladimi, bo'lgan. Ochig'ini aytaman. Xo'p, startup bizga tushuncha bo'lib kirib kelgan. Endi bu aslida qandaydir klassik biznes boshlasangiz ham bu startup hisoblanadi. Keyingi narsa, startup bu har doim know-how bo'lish shart emas. Ya'ni qanaqadir bir yo'q narsa paydo bo'lishi, qanaqadir ideyalar, misol sun'iy intellektga o'xshagan narsa. Lekin startuplar bo'lishi mumkin ko'piydan ham. Ya'ni sizda boshqa biznes yo'nalishida ishlab kelayotgan biznes model bor. Xuddi aytaylik, General Electricni oladigan bo'lsak, dunyoda juda ham katta kompaniya, korporatsiya hisoblanadi. General Electric bu Tesla'ni bilasizlar, Nikola Tesla, ya'ni lampochka ishlab chiqargan odam, o'shani nima desam bo'lar ekan, patent asosida o'sha butun dunyoga lampochka sotgan korporatsiya. Xo'p, o'shani hozirgi kunda kopiyalari bor. Bular o'zimiz biladigan korxonalar bo'lishi mumkin, boshqa. Shunga o'xshagan korxonalarni ham biznes modelini kopiy qilib olib startup qilsa bo'ladi. Nimaga yo'q? Bu yerda misol katta bozorda u kompaniyalar bor, Amerika bozori deylik. Siz esa boshqa bozorga olib kirishingiz mumkin. Misol O'zbekistonga olib kirasiz. Bunga misollardan biri, misol Oleg Tinkov aytadigan bo'lsak, u nima qildilar? O'zlarini o'sha Rossiyada Tinkov bankini tashlab ketdilar ayrim sabablarga ko'ra, hamda Meksikaga borib, o'zini Tinkov modelini bir qismini to'laqonli ham emas, kredit tizimini, ya'ni kartada kreditlash, to'g'rimi? Hozirgi kunda bizga endi kirib kelgan, mana Tez bor, Munix bor, keyin Uzum Nasiyat, shunga o'xshagan produkt bilan kirib keldi va Единорогga aylandi. Единорог bu o'sha milliardli kompaniya hisoblanadi. O'sha Meksikada shunga aylandi. Eng qizig'i o'sha Silikonoviy dolina deymiz, Amerikani shunday yonboshida turgan Meksika shu narsa rivojlanmagan ekan. Xo'p, startup. Qisqacha ma'lumot startup haqida. Endi ikkinchisi LTV. LTV nima? Lifetime value deb tarjima qilinadi ingliz tilidan. Ya'ni bitta mijozi umri davomida sizga olib kelinadigan pul. Bu juda ham ko'p bizneslarda bor. Почти hammasida desa ham bo'ladi. Ya'ni bu bilan siz hayotimizda ham har kuni uchratamiz. Oddiy biznes agar oladigan bo'lsa, misol distributsiya bor. Distributsiya bu nima? O'sha tovarlarni import yoki mahalliy ishlab chiqaruvchilardan olib yoki o'zi ishlab chiqargan holatda savdo rastalariga tarqatilishi.
oddiy so'z bilan o'zimizning jaydar tilida aytganda va savdo asosida xaridor olib ketadi, biz olib ketamiz. Xo'p, uni tarqatishda hozirgi kunda bizda o'sha savdo xodimlari yuradi, targ'ib agentlar deyiladi. O'sha targ'ib agentlar bitta do'konga qayta savdo qiladi. Bir kuniga Toshkent sharoitida adashmasam 30 ta plan qo'yiladi, 30 taga kirish kerak, lekin ko'plar 30 taga kirmaydi. O'rtacha lekin 30 ta qo'yiladi, nagruzkani hisoblangan holida boshqa narsa. Xo'p, endi qarang, o'sha do'konga kirib bitta do'kondan zakaz olinishi, har doim ishlab kelinishi o'sha do'kon bilan, ya'ni u do'kon ishlab turgan sharoitida yashayapti, u do'kon ishlayapti, shunda sizni mahsulotingizni sotyapti. Bu sotayotgani daromad keltiryapti sizga. Va o'sha daromad lifetime value deb bari o'lchanadi. Ya'ni u do'kon ertangi sizni mahsulotingizni olmasdan turib, sizni konkurentingizdan olib, bo'ldi, sizlar bilan ishlamayman deb har qanaqa sabablar bilan agent bilan urushib qoladi, supervisor bilan urushib qoladi. Ular oxiri ketishish mumkin. U o'sha vaqtda uziladi. Keyin lifetime value ga misol oddiy sim karta ishlatamiz. Qaysidir operator ishlatamiz, o'sha necha yildan beri ishlatyapmiz. Biz ular uchun lifetime value beryapmiz. Ya'ni biz ishlatayotgan umrimiz davomida tinimsiz to'lov qilib kelyapmiz. Mana oddiy jaydarcha tushuntirgan holatda. Endi lifetime value qanaqa hisoblanadi deysiz, oddiy so'z bilan aytganda, misol sprinterlar bor, yuguruvchilar deylik. Komandni yugurishib oladigan bo'lsa, o'sha 10 ta odam startda yo'lga chiqdi va birinchi va oxirgi yetib kelgani o'rtachasi olinyapti. Har qanday, misol uchun o'zi normal biznesda shunaqa olinishi kerak. Olinyapti jaydarcha qilib aytganda va o'sha o'rtachasi bitta kompaniya mijozlari bilan umri davomida o'rtacha qancha vaqt ushlab turadi, ishlaydi degan narsani olib chiqadi. Jaydarcha qilib tushuntirganda. Shunaqa. Ya'ni bu yerda har doim max yoki min anaqa emas. Biznesda har doim sredniy значение katta rol o'ynaydi. Ayniqsa bizning IT da shu narsalar rol o'ynaydi. Xo'p, yana bir ikkita rolik olaman, qisqacha qilib shunaqa. Hozir qisqacha deganim 7,5 minut bo'libdi. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, davom etaveramiz. Har kuni mana shunaqa best text. Endi iloji boricha harakat qilaman 30 kunga nimalarni gapirishni yozib chiqishni. Lekin temani o'zini men g'irib dangasa odamman. Temani o'zi u yog'iga o'sha tajribadan nima desam bo'lar ekan, bilimlardan kelib chiqqan holda davom etib ketaveramiz.